Sokinlik istagan ko'ngillar uchun Sakina kanali. Muallif Shamsinur. U mehr berdim deyaptimi? Shu mehrmi? Ortga tisarildim. Mendan qochma. Murod nari ketdi. Yengil nafas oldim. Kimnidir telbalarcha sevsang-yu, seni nazariga ham ilmasa alamli-ya. Kimnidir majburan sevib bo'lmaydi. Sevgiga erishish kerak, majburlash emas. Men boshqacha sevishni bilmayman. Murodning yuzi o'zgardi. Chanqadim. Men mavzuni burdim. U esa shundan keyingina e'tibor berdi bu yerga nega kelganimizga. Hozir u chiqib ketdi. Biroz o'tib qo'lida kola, fanta va oddiy suv ko'tarib kirdi. Qaybirdan ichasan? Menga suv. Xo'p. Bokalni olib hafsala bilan suv quya boshladi. Murodning qo'llari shisha idishni mahkam ushlab, sekin harakatlanardi. Suv ohista oqib stakanni to'ldirayotgandi. Ammo men uchun bu manzara qandaydir vahimali tuyular. Ustimga muzdek suv quyib yuborgandek badanim titrardi. Murodning barmoqlariga qaradim. Qattiq, sovuq, qo'rqinchli. Xuddi qo'llari bilan hayotimni siqib, asta jonimni sug'urib olayotgandek tuyulardi. Mana, dedi u stakanni oldimga surib. Qo'limni cho'zdim. Ammo barmoqlarim qaltirab, stakanga yeta olmadim. Baribir ushladim. Sovuq shisha terimni kesib yuborgandek his qildim. Ichish uchun labimga olib bordim. Suvning ta'mi yo'q edi nazarimda. Lekin suv tomchilari ham ichimdagi bo'shliqni to'ldira olmayotganda. Murod tikilib turardi. Nigohi jonimni yoqardi. Mehr va qiziqish aralashib ketgan. G'alati ko'zlar. Ba'zida o'sha nigohlar ichida sevgan qiziga tikilayotgandek tuyulardi menga. Lekin bu faqat bir lahza bo'lardi. Keyin yana zulmga to'la qorong'ulik. Yaxshimisan? Deb so'radi u. Ovozi yumshoq, ammo soxta edi. Yuragimni sanchib oldi bu so'z. Yaxshimanmi? Men o'zimni sezmayapman-ku. Meni bu yerda asta o'ldirishayotganini u bilmaydimi? Ha, dedim past ovozda. Ovozim o'zimga tanish bo'lmay qoldi. Murod o'rnidan turdi. Xonani asta aylanib yurdi. Qadam tovushlari. Xuddi yuragim urishiday. Og'ir, bosimli. Har bir qadami or-nomusim ustidan o'tayotgandek. Bilasanmi? Seni birinchi marta ko'rganimda, dedi u sekin. Senga oshiq bo'lganimda, o'shanda ham qo'rqqandim. Seni yo'qotishdan. U to'xtadi. Menga qaradi. Endi esa seni hech kimga bermayman. Hech kimga. Men jim edim. Ichimda shunday bir baqiriq bor ediki, dunyo quloqini berkitib olgan. Hech kim eshita olmaydi. Qoch deya fig'on qilardi ichimdagi ovoz. Ammo qayerga? Qanday qilib? Menda bularni yakunlashga imkon bormi? Ertakdagidek bir qahramon kelsa-yu, Murodni hayotimdan chiqarib tashlasa, yoki bu qurilmaning boshqaruvi menda bo'lsa-yu, men Murodni hayotimdan o'chirib, chiqindi idishga otsam. Bular shunchaki xom xayol. Murod yaqinlashdi. Qo'limdan ushladi. Iliq qo'llari, ammo men uchun ular temir kishan edi. Nega jimsan? Gapir. Tilim og'ir edi. Har bir so'zim tosh osilgan tanamday og'ir turardi. Charchadim, dedim nihoyat. Nimadan? O'zimdan. U ko'zlarini qisdi. Yuzida tushunarsiz ifoda paydo bo'ldi. Sen men bilan baxtli bo'lishing kerak. Murod qo'limni mahkam siqdi. Yuragim uvushib ketdi. Yana shu bosim,
yana shu qo'rqinch. Men seni hech qachon tark etmayman. Eshitdingmi? Sen qancha chiranma, buni imkoni yo'q. Qarshilik qilib o'zingdan bechorani yasama. Men esa o'zimni tark etdim allaqachon. Ko'zlarimdan bir tomchi yosh sirg'alib tushdi. U barmog'i bilan artdi, muloyimligi bilan. Sen meniki ekaningni unutma, dedi yana. Emasman, deb pichirlab yubordim. Nima? Hech kimniki emasman. Men buyum emasman kimgadir tegishli bo'ladigan. U menga uzoq tikilib qoldi. Ko'zlarida nima borligini anglay olmadim. G'azabmi yoki tushunmovchilikmi? Balki o'zining ham anglamagan bo'shlig'i. Keyin u orqaga o'girilib devorga qarab turdi. Jimlik. Faqat yuragimning bo'g'iq urishlari. Nima qilay seni? Deb g'amgin so'radi u. Meni qo'yib yuboring. Iltimos. U kuldi. Lekin bu kulgi yuragingni muzlatadigan kulgi edi. Shunchalar sovuq ediki, bu o'yin emas, xotinjon. Bu mening hayotim. Endi menikiyam. U sochimdan changalladi. Ichimda nimadir uzildi. Uzoq kutilgan bir narsa. Ko'zlarim ko'r bo'lib qolayotgandek. Faqat qora pardani ko'rdim. Nafas olishim ham qiyinlashdi. Ammo bir lahzada o'zimni ichimdan tortib olib o'rnimdan turdim. Unga qarshilik qilishga ojizman. Men ketsam degandim, dedim. U menga tikildi. Qadam bosishga mendan ruxsat so'raysan. Sochimni qo'yib yuborib bag'riga bosdi. Sevgi shunaqa bo'ladi deb sira ham o'ylamaganman. Sevgi desa ikki yoshning bir-biriga mehr bilan tikilishini tushunardim. Ammo biz xuddi bo'ri va qo'zichoqqa o'xshaymiz. Men qo'zichoq, Murod bo'ri. Uni bag'rida notinch turardim. Asta o'zimdan itardim. Ketaylik. Endi keldik-ku. U pinagini buzmadi. Murod, men sizdan qo'rqayapman. Hali ko'nikib ketasan. Hayotingda mendan yaqin odam bo'lmaydi. U men tengi engashdi. Yuragim dukurlab ketdi. Chegaradan chiqmasa bas. Ranging o'chib ketdi. O'zimni xuddi qotildek tasavvur qildim. U haq edi. Chunki chindan tuyg'ularim qotili, orzularim qotili edi. Sizdan bir narsani iltimos qilsam bo'ladimi? Nima? U yonimga o'tirdi. Qo'llarimga qo'l cho'zdi. Men o'qishni istayman. Ammo dadam ruxsat bermaganlar. Balki siz ruxsat bersangiz. U kulib yubordi. Seningcha men xotinini reklama qilib qo'yadigan erkakka o'xshayapmanmi? Nima? Sizningcha o'qiydigan ayollar o'zlarini reklama qilishadimi? Ha? Unda nega o'qishadi? Uyida erini aytganini qilib o'tirsin. Bo'ldi, boshqa qanday yashash mumkin? Joyimda muzladim. Dadamdan ham o'tib tushgan ekan-ku bu. Qaynona va kelinni tuprog'i bir joydan olinadi. Qaynota va kuyovniki bir deya bejizga aytishmagan ekan. Nahotki butun umr bu zolim bilan yashasam. Dahshat. Allohim, ilohim bu tush bo'lsin. Uyg'onib ketayda hammasi yolg'on bo'lsin. Ammo u qarshimda meni yeb qo'yay deb tikilib turibdi. Oldin bir qizni sevardim. Uni gapidan sergaklandim. U eshitayotganimga ishonch hosil qildi chog'i, davom etdi. Keyin u mendan qocha boshladi. Shu ishni bekor qildi. Bilsam, boshqasini topib olibdi. Keyincha titragancha so'radim. Bilsam sababini men ko'p urganmishman uni. Rost urganman. To'g'ri yursin deb. Unga yomon bo'lsin deb urmagandim. Ojizaga qo'l ko'tarish mumkin. Albatta u chegaradan chiqsa. Jimib qoldim. Men yana nima deya olardim bu insonga? Keyin o'sha odamni oldida ham uni urdim. Men bilan nima qilganigacha aytdim va aloqani butkul uzdim. Bechora qiz.
Nega u bechora? Bu yerda bechora faqat menman. Uni sevib, ishonib yuribman. Shu sabab seni hech qayerga chiqarish niyatim yo'q. Ayb o'zida bo'lib, birovni ayblash. Buni nima deyish mumkin? O'sha kun majburan jilmagan ko'yi bir joyda mixlanib qolgandek o'tirdim. Murodning o'tkir nigohlari meni bir zum ham harakatimni ko'zdan qochirmasdi. Telefoningni ber. Unga hayron bo'lib qaradim. Nega? Ber degandan keyin berdi. U majburlashga tushdi. Indamay telefonni uzatdim. Nega paroli yo'q? Nega bo'lsin? U chimirilib telefonni titagetdi. Keyin hafsalasi pir bo'ldi. Murod telefonimni bir necha daqiqa titkilab chiqqach, yana menga qaytarib uzatdi. Nigohi sovuq edi. O'chirib tashlagan bo'lsang ham baribir topaman, dedi u xotirjam. Ammo dag'dag'asi shu qadar aniq eshitildi-ki, tanamdan yana bir sovuq o'tib ketdi. Qo'limni cho'zib, telefonimni oldim. Barmoqlarim titradi. O'zimni bosishga harakat qildim. Nafas oldim. Ammo havo yetmayotgandek, bo'g'zim qisilib borardi. Xuddi chindanam nimadir o'chirgandek his etdim o'zimni bosim ostida. Bugundan boshlab